Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Efirda futbol olami ko'rsatuvi. 13-14 may kunlari O'zbekiston Kubogining 4 guruhida guruh bahslari nihoyasiga yetdi. Bugungi ko'rsatuvimiz ana shu yakunlarga bag'ishlanadi. Qur'adan so'ng Nasaf, Paxtakor, OKMK hamda Navoiy futbol akademiyasida joy olgan H4ligiga o'lim guruhi nomi berilgan edi. Haqiqatan ham eng shiddatli va keskin bahslar aynan shu guruhda bo'lib o'tdi. 2023-yilgi kubok sohibi Nasaf 2024-yil o'lim guruhidan joy oldi va keyingi bosqichga chiqa olmadi. Buning sababi mavsum so'ngida ma'lum bo'ldi. Barcha e'tiborni Superligaga qaratgan qarshiliklar yakunda ilk marotaba chempionlikni qo'lga kiritdilar. Ajdarlar bu yil ham o'lim guruhidan joy oldilar. Shunga qaramasdan amaldagi chempion keyingi bosqichga chiqish uchun yaxshi imkoniyatga ega edi. İlk turda Olmaliqqa tashrif buyurgan Ajdarlar uchrashuvni ko'tarinki guruhda boshladilar va birinchi bo'limning o'zida ikkita javobsiz to'p kiritishga muvaffaq bo'ldilar. Dastlab 9-daqiqada Abdurahmatovning zarbasini Dragan Cheran darvozaga to'g'riladi va hisobni ochdi. So'ngra 36-daqiqada mehmonlar tezkor qarshi hujumni amalga oshirdilar. Nasrullayevning qanotdan uzatmasini jamoadoshlaridan bir emas, 2 nafari o'tkazib yubordi. Xullas yakunlovchi zarbani Cheran berish kerakdi. Dragan bu safar ham mo'ljalda adashmadi va hisobni 0-2 ga yetkazdi. Ko'pchilik Nasaf bu bahsda g'olib chiqishiga ishongandi. Lekin tanaffusda bir emas, 4 o'zgarishni amalga oshirgan OKMK ikkinchi bo'limda o'z muxlislariga super kambekni taqdim etdi. 48-daqiqada burchakdan o'yinga kiritilgan to'pni zaxiradan o'yinga qo'shilgan Ali Abdurahmonov boshi bilan darvozaga yo'naltirdi va birinchi javob to'pini kiritdi. 77-daqiqada Ahrorovning qanotdan oshirgan to'pini yana bir zaxiradan o'yinga qo'shilgan Ruben Sanchez boshi bilan darvozaga yo'naltirdi va hisobni tenglashtirdi. 87-daqiqada Sanchezning zarbasidan so'ng to'p mehmonlar himoyachisiga tegib, Abdurahmonovga kelib tushdi va u darvozani aniq mo'ljalga olib, o'yinga nuqta qo'ydi. 3-2. Ajdarlar ushbu uchrashuvda g'alabaga juda yaqin edilar, lekin ikkita to'p farqidan so'ng xotirjamlikka berildilar va bu ularga qimmatga tushdi. Guruhdagi so'nggi turda Paxtakor Nasafni qabul qildi va bu o'yindagi durang natija ham Sherlarni guruh g'olibiga aylantirardi. Lekin Paxtakor bosh murabbiysiz qolgan, jamoani vaqtincha Kamoliddin Tojiyev boshqaryapti. Qolaversa, tarkibda muammolar ham bor edi. O'z navbatida ushbu mavsumda asosiy urg'uni Osiyo Chempionlar Ligasi, elit turniri, Superliga va Superkubokka qaratgan Ro'ziqul Berdiyev ham hal qiluvchi o'yinda yetakchilar Abduahad Ne'matov, Alibek Davronov, Umarbek Eshmurodov, Oybek Bozorov hamda Dragan Cheranni zaxirada qoldirdi. Uchrashuv boshidagi mehmonlar o'z jarima maydoni ichida o'yin qoidasini buzishdi va Ibrohim Ibragimov penaltidan hisobni ochdi. 14-daqiqada Sherlar hisobni oshirishdi. O'rinboyev o'ng qanotdan chiroyli harakat qilib, to'pni Sobir Xo'jayevga yetkazib berdi. To'pni ko'kragi bilan qabul qilgan Sardor Adhamzoda bilan devor o'ynab, Sergeyevni topdi. Igor esa kuchli zarbasi bilan hisobni 2-0 ko'rinishga olib keldi. Agar Nasaf g'alabani istasa, OKMK qilgan ishni takrorlashi, ya'ni 0-2 ni 3-2 ga aylantirishi talab etilardi. 28-daqiqada qarshiliklarning 20 yoshli a'zosi Bahromov ajoyib uzatma bilan sherigini qulay vaziyatga chiqardi va Stefan Cholovich hisobdagi farqni qisqartirdi. Oradan 4 daqiqa o'tib, Bahromov yana bir golli uzatmani amalga oshirdi va Akmal Mazgavoy jarima maydonining tashqarisidan aniq zarba yo'llab hisobni tenglashtirdi. Durang mehmonlarni qanoatlantirmasdi va ular yana hujumga zo'r berishlari kutilgandi. Lekin 36-daqiqada endi mezbonlarning 19 yoshli iqtidori Dilshod Abdullayev o'zini ko'rsatdi. U Alijonov uzatmasini boshi bilan darvozaga yo'llab, jamoasini yana oldinga olib chiqdi. Ochig'i, bu vaziyatda Nasafning ukrainalik posboni Oleksandr Voroveyning harakatlari, aniqrog'i harakatsizligi ta'jubga soldi. Tanaffusda murabbiylar o'zgarishlarni amalga oshirdilar. Mezbonlardan Adhamzoda o'z o'rnini Abdulla Abdullayevga bo'shatib bergan bo'lsa, Berdiyev, G'aybullayev, Abdurahmatov va Nurullayevni o'yindan oldi va ular o'rniga Davronov, Rahmatov hamda Cheranni maydonga tushirdi. Ajdarlar bosimni kuchaytirishdi va 54-daqiqada Husayn Norchayev yana hisobni tenglashtirdi. Bu vaziyatda ham Vorovey joyida qotib qoldi va hech qanday reaksiya bildira olmadi. Shundan so'ng Nasaf ustozi so'nggi yashirin qurollarni ishga soldi hamda Bozorov va Xibeyni maydonga tushirdi. Ular Cholovich hamda Norchayevni almashtirdilar.
61-daqiqada Reysan Zargaroni uzatma bilan to'pni sherigiga aniq yetkazdi va Igor Sergeyev uni boshi bilan darvozaga yo'llab, bugungi dublini qayd etdi. O'yin tugashiga yarim soat bor edi va bu yog'iga ham otishma davom etishi kutilgandi. Biroq zaxiradan o'yinga qo'shilgan Alibek Davronov 69-daqiqada jamoasini qiyin ahvolga solib qo'ydi. U o'yin to'xtab turgan paytda va hakamning ko'z o'ngida raqibi Ryashkosni yuziga qo'li bilan zarba berdi va bosh hakam Rustam Choriyev cho'ntagidan qizil kartochka chiqarishiga yetarli bo'ldi. Eshitishimizcha, Nasab o'yindan keyin aynan shu harakat uchun protest kiritmoqchi bo'lgan, lekin keyinchalik bu fikridan qaytgan. Bir kishgan bo'lib qolgan mehmonlar ruhiy tushkunlikka tushdi va endi gollar faqat ularning darvozasiga kiritildi. 81-daqiqada Dilshod Abdullayev to'pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib berdi va zaxiradan o'yinga qo'shilgan Brian Ryashkos uni boshi bilan darvozaga yo'llab, oradagi farqni yanada oshirdi. O'yin tugashiga 5 daqiqa qolganda Igor Sergeyev bugungi hat-trigini ham nishonladi va hozirgi kunda Superligadagi eng yaxshi hujumchiligini yana bir bor isbotladi. 6-3 hisobida zafar quchgan Paxtakor barcha uchrashuvlarda g'alaba qozonib, guruh g'olibligini qo'lga kiritdi. Qizig'i, sherlar ilk bor Ajdarlar darvozasini 6 bor ishg'ol qilishdi va yangi tarix yaratishdi. Chempionatda beqaror o'ynayotgan Paxtakor kubok doirasidagi guruh bahslarini ajoyib tarzda o'tkazdi va 100% natija bilan guruh g'olibiga aylandi. 3 uchrashuvda 6 ochko jamg'argan OKMK ikkinchi yo'llanmaga ega chiqdi. Olmaliqliklar o'tgan yil Qoraqalpog'iston akademiyasini 16-0 hisobida mag'lub etib, rekord o'rnatishgan edi. Bu yil endi ular Navoiy akademiyasi ustidan 12-1 hisobida zafar quchishdi. 2 yildan beri H deb nomlanayotgan o'lim guruhidan joy olgan Nasaf esa qatorasiga ikkinchi mavsum guruh bosqichidan o'ta olmadi. Mavsum avvalda tashlangan qur'aga ko'ra, bu yilgi kubok finali Andijon shahrini Bobur Arena stadionida o'tkazish belgilangandi. Bu esa andijonliklar kubokni o'zlaridan saqlab qolish uchun yaxshi imkoniyat yaratgandi. Boz ustiga, burgutlar guruhdagi 3 uchrashuvning ikkitasini o'z maydonlarida o'tkazishlari belgilangandi. Lekin ilk turdayoq Surxonga 2-3 hisobida mag'lub bo'lgan Aleksandr Hamikov shogirdlari keyingi bosqichni katta so'roq ostida qoldirdilar. Ikkinchi turda Qarshi davlat universitetining Lochin jamoasi burgutlar ustidan 2-1 hisobida zafar quchdi va Andijonni guruhda qoldirib ketdi. Shu tariqa Andijonda bo'lib o'tadigan kubok finali Andijon jamoasisiz o'tkaziladigan bo'ldi. Eng qizig'i, birinchi liga vakili Lochin 3-turda safarda Surxonni ham mag'lub etdi va nimchorak final yo'llanmasini qo'lga kiritish barobarida Superliganing yana bir klubini guruhda qoldirishga muvaffaq bo'ldi. Dastlabki 2 turdayoq guruh g'olibligini qo'lga kiritgan Dinamo Andijon safariga ikkinchi tarkibi bilan yo'l oldi va shunga qaramasdan durang qayd etgan holda guruh bosqichini mag'lubiyatsiz yakunladi. D guruhida hech qanday tasodif yuz bermadi hamda Superliganing ikki vakili Sho'rtan va Mashal jamoalari keyingi bosqichga yo'l olishdi. Qizig'i, guruh bahslarida Qashqadaryo viloyatining 4 jamoasi ishtirok etdi va shulardan ikkitasi nimchorak final ishtirokchisiga aylandi. Faqatgina bir jamoa guruhda qolib ketdi, u ham bo'lsa O'zbekistonning amaldagi chempioni Nasaf klubi. Qashqadaryoning ikki klubi ilk turdagi o'zaro o'yinda durang natija qayd etishdi. So'ngra keyingi turlarda quyi liga vakillarini mag'lubiyatga uchratishdi va 7 tadan ochko jamg'argan holda nimchorak final ishtirokchisiga aylanishdi. To'plar nisbatiga ko'ra g'uzorliklar guruh g'olibligiga ega chiqishdi. So'nggi turdagi Mashal Olimpik bahsida Asror Aliqulov ikkinchi tarkibni maydonga tushirdi. Birinchi bo'limda muboraklar 0-1 hisobida mag'lubiyatga uchraganlardan so'ng mezbonlar ustozi asosiy tarkib o'yinchilarini maydonga tushirdi va Mashal 2-1 hisobida kambek qilishga muvaffaq bo'ldi. Y guruhidagi voqealar rivoji ham D guruhinikiga o'xshab ketdi. Ya'ni Superliga vakillari Neftchi va Nobahor ilk turda o'zaro durangga imzo chekdilar, keyingi turlarda quyi liga vakillarini mag'lub etdilar hamda keyingi bosqich ishtirokchisiga aylandilar. Guruh g'olibi to'plar nisbatiga ko'ra aniqlanishi so'nggi tur oldidan ma'lum edi. Shu bois ham Neftchi ustozi birinchi liga a'zosi Oqtepa jamoasi bilan bo'ladigan bahsga asosiy tarkibni maydonga tushirdi va yo'lbarslar 4-0 hisobida ustun keldilar. Bu ularga +6 ko'rsatkich bilan guruh g'olibligi bo'lish uchun yetarli bo'ldi. Sergey Lushan esa o'yin amaliyotida kam futbolchilarga imkon berdi. Navbahor Fardu ustidan 3-1 hisobida zafar quchdi va Neftchi bilan bir xil ochko jamg'argan holda to'plar nisbatiga ko'ra +3 ko'rsatkich bilan ikkinchi o'rinni band etdi. 4 ta kvartetda guruh bosqichi nihoyasiga yetgandan so'ng nimchorak finalning 11 ta ishtirokchisi aniqlanadi. Ular bilan tanishtiramiz. So'g'diyona, Dinamo, Sho'rtan, Neftchi, Paxtakor va Xorazm jamoalari guruh bahslarini g'olib sifatida yakunladilar va nimchorak finalda o'z maydonlarida o'ynash huquqini qo'lga kiritdilar. Ikkinchi o'rin bilan keyingi bosqichga chiqqan Lochin,
Mash'al, Navbahor hamda OKMK klublari nimchorak final bahslarini safarda o'tkazadilar. 20 va 21 may kunlari qolgan 4 guruhda ham musobaqa nihoyasiga yetadi va nimchorak finalning qolgan 5 ishtirokchisi aniqlanadi. 20-21 may kunlari A, F, G va I guruhlarida ham so'nggi guruh boshlari bo'lib o'tadi va shundan so'ng nimchorak finalning barcha ishtirokchilari ma'lum bo'ladi. E'tiboringizga so'nggi tur juftliklarini havola qilamiz. A guruhida so'nggi tur oldidan So'g'diyona g'oliblikni qo'lga kiritib bo'ldi va Xorazm futbol akademiyasi bilan bellashuvda o'rinbosarlarni maydonga tushirish ehtimoli yuqori. Aral Seminchi to'qnashuvida nukusliklarni durang natija ham keyingi bosqichga olib chiqadi. F guruhida so'nggi turdagi Qo'qon 1912 Qizilqum bellashuvi hal qiluvchi ahamiyatga ega. G'alaba qo'qonliklarni guruh g'olibiga aylantiradi. Durang ularni ikkinchi o'rin bilan keyingi bosqichga olib chiqadi. Mag'lubiyat esa imkoniyatlarni pasaytiradi. Sabab unda hammasi Zamin Andijon futbol akademiyasi o'yiniga bog'liq bo'lib qoladi. Eng chigal variant G guruhida. Poytaxt derbisida Bunyodkor Lokomotiv bilan durang qayd etsa ham guruh g'olibiga aylanadi. Bordiyo mag'lubiyatga uchrasa, unda uchala jamoada ham 6 tadan ochko bo'ladi va yo'llanma egalari qo'shimcha ko'rsatkichlar bo'yicha aniqlanadi. Albatta buning uchun Buxoro o'z maydonida Namangan futbol akademiyasi jamoasini mag'lub etishi kerak bo'ladi. I guruhda Xorazm g'olibga aylanib bo'lgan. Sababi o'zaro o'yinlarda raqobatchilarni mag'lubiyatga uchratgan. Ikkinchi yo'llanma egasi Olimpik Mobius Jayxun jamoalari bahsida aniqlanadi. Jayxunni durang natija ham qanoatlantiradi. Shu bois yosh olimpiyachilar faqat g'alaba ilinjida maydonga tushadilar. Bugun Termizda bo'lib o'tadigan Surxon va So'g'diyona jamoalari uchrashuvi bilan Superliga 10-tur bahslariga start beriladi. 10-turda o'zaro uchrashadigan juftliklar bilan yana bir bor tanishtirib o'tamiz. Nafaqat turnir, balki birinchi davraning markaziy uchrashuvi Olmaliq shahrida o'tkazilib, unda musobaqa peshqadami OKMK klubi Farg'onaning Neftchi jamoasini qabul qiladi. Hali mag'lubiyatga uchramagan Dinamo poytaxtda Buxoro mehmoni bo'ladi. Andijon G'uzorda Sho'rtan mehmoni bo'ladi va burgutlar ilk bor Maksim Shatskix boshqaruvida maydonga tushadi. Sergey Lushan hozirgi shogirdlarini sobiq jamoasiga qarshi jangga tayyorlaydi. Qolgan juftliklar Qo'qon 1912 Nasaf, Xorazm Mash'al hamda Qizilqum Paxtakor. Mana aziz futbol muxlislari, ko'rsatuvimizning bugungi soni ham nihoyasiga yetdi. Nasib qilsa siz azizlar bilan 21 may kuni diydorlashamiz hamda Superliganing 10-tur bahslarini muhokama qilamiz. Ungacha xayr, doimo sog' bo'ling.